Marg'ilon shaharida kombinatidan, Qashqar mahalladan sizga gaz, suv, svet bor joydan, kanalizatsiyasi ham bor joydan sizga bitta xonadon topib bergan. Bonusiga mana oldi tomonda magazini bor. Shu magazinning bonusiga shuni beramiz deyapti. Bu xonadonimiz 6 sotik, siz bilan bitta video obzorni ko'rib chiqamiz. Bu oldi tomonda mana ariqlarigacha bor. Eshigingiz tagida ariqlarigacha bo'ladi. Mana bu magazindan kirib ketaylik. Qarang. Bu yerda mana oziq-ovqat uchun magazin qilib qo'yishgan. Endi bu oziq-ovqatning tovarlari alohida, lekin bu bonusiga shuni qo'shib beramiz deyaptilar. Xonadonimizni bitta ko'rib chiqamiz. Mana alohida 4 burchak chorsi joy. 6 ta xonasi bor o'pshi, 3 ta xonamiz bitgan, kelib yashashingizga tayyor. Ikkitasi korobka holatda turibdi. Endi ozgina mehnati bor, lekin kelib mehnat qilasiz bo'ladi. Mana asosiy darvozaxonadan kirishingizga mana katta keng 4 burchak chorsi joy. Mana bu yerda zeleniy zonaga ham joy bor. Yana qo'shimcha qurilish qilaman siz, bu tomoniga ham qo'shimcha qurilish qilsangiz bo'ladi. Endi mana bu tomonda katalxona qilib qo'yishgan o'zligi uchun, yonida o'zini bitta yotoqxonasi. Mana eshiklarini ham yangi qo'yganman deyaptilar xonadon egalari. Hamma yo'g'i kelib yashashingizga tayyor. Mana remontlarni yacha qilib qo'yishgan. Undan keyingisi yana bitta xonasi, spanli. Xo'p, keyingisi mana oshxona. Oshxonalargacha bitgan. Xullas bu tomonda uyimiz to'liqligicha bitgan. Shuni kelib yashashingizga tayyor. Bu yonimizda mana asosiy darvozaxonadan kirganimizda to'g'rida ikkita xonasi korobka holatda turibdi. Buni ham ozgina ish qolgan. Qolgan montajlari, elektromontaj, suv montaj hamma yo'llari bo'lgan. Bu yonida mana sanuzelga joy. Ikkita oilaga moslangan. Endi o'g'lingiz bilan kelsangiz, bemalol yashashga sharoit yaxshi. Eng asosiysi gazni отдельно tortirib kelganman dedilar. Bu xonadonda gazni qishin yozin gazi o'chmaydi deyapti. Alohida mahallalar pul to'plab o'zligi uchun raddomdan gaz tortib kelishgan ekan. Bu orqa tomonda mana hovlisi ham bor, kichkinagina. Qozon o'choq qilgani, yozgi oshxona qilasizmi? Mana bu tomonida ham joy bor. Oling, bu tandir o'choq qilib qo'ysangiz ham rosa zo'r joy. Ha, orqa tomonda ham mana xoti bor mana. Bu tomonni qarang, chiqsiz bo'ladi. Orqa tomondan ham xoti bor. Xo'p, 4 burchak chorsi joy. Manzilimiz Marg'ilon shahar kombinatdan, mana Qashqar mahalla masjidda, Qashqar masjid deyiladi, shuni yonida, yo'lning yuzida. Oldida magazini bor. Oziq-ovqat qilasizmi yoki-da bir chevarchilik qilasizmi, nima qilgani ham sharoiti zo'r. Shuni magazinni bonusiga beramiz deyishyapti. Narxini 99 mingga baholab kelishtirib qo'ydik. Endi yana bitta kelib ko'ring. Gaz, suv, svet kanalizatsiyasi bor joyda.